Polsha turur. Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun biz Jizzax viloyati Sharvash tumani Qahramon mahallasiga keldik. Bu yerda srochni juda ham chiroyli hovli sotiladi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Arzon narxda. Egasi nomerini qo'yaman. Chetda bo'lsangiz Telegramdan aloqa chiqamiz. Mana shu yerga kelgan bo'lsak, bu juda ham chiroyli uy. Hozir endi ichkarini ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, aytib o'tdik, Sharvash tumani Qahramon mahallasi. Mana shu uy juda ham chiroyli. Oluvchilar bo'lsa, egasiga telefon qilasiz. Bu uyni oldin ham chiqarganman. Narxi sal qimmat bo'lgani uchun kelisha olmadi. Endi narxi tushdi. Kelishtirib arzonroq qilib beradi. Narxi qancha? Narxi tushdi. Mana shu uy juda ham chiroyli. Sotiga so'raymiz, esimizdan chiqdi. Mana chiroyli qilib bir chetga qo'yilgan. Mana akva derazalari bor. Ko'cha tarafda 3, 4, 5 ta taglar burchakka bo'lgan. Ko'rganingizdek, juda ham chiroyli. Remontiga gap bo'lishi mumkin emas. Tepalar buni plastik qilingan. Mana temir darvoza. Chegaramiz mana shu darvozaxonagacha. Hozir endi ichkariga kiramiz. Oluvchilar egasiga telefon qilasiz. Bu yerda Orom bozorga yaqin 5 minutlik yo'l. Yana burchakka qilingan. Bismillah deb icheri kiramiz. Bu yerga kelgan bo'lsak, suv, gaz, svet hammasi bor. Umuman muammo yo'q. Mana gaz qo'yilgan. Juda ham chiroyli uy. Bismillah deb endi ichkariga kiramiz. Endi ichkariga kiramiz. Bismillah deb ko'rganlaringizdek juda ham chiroyli. Dokumenти joyida, dokumentda muammo yo'q, dokumenti beton. Old tarafdan raylanib tushiraylik, keyin ichkariga kiramiz. Ne sotixlaydi? Sotiqasi. Ha, 12 sotiqli. Ko'rganlaringizdek juda ham chiroyli. Kelasiz, kirib yashaysiz. Hech remont qilishda hojat yo'q. Naves qilingan chiroyli qilib, mana uzum bor, mevali daraxt hammasi bor. Suvdan umuman muammo yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Ichkaridan bir tushirib o'taylik, yana bir bor. Chetda bo'lsangiz, Telegramdan bemalol aloqa chiqamiz. Bismillah deb ichkari kiramiz. Oyoq kiyimni yechib, yo bismillah. Mana kiraverishi. Remontda gap bo'lishi mumkin emas. Katta zali. Konsener bor. Bu tarafda yana bitta xonasi. Atepelna qilingan, atepelnasi bor. Qarochi kelasiz, kirib yashaysiz. Olmazor sitini yonida Qahramon mahallasi. Orom bozoriga aytib o'tdik, 5 minutlik yo'l. Bu tarafda ham katta xonasi bor ekan. Juda ham katta. Nechiga bo'lsin, nechi bo'lsa. Bu taraf ham ATPlarni qo'yilgan. Remonti buni gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqlar ham ATPlarni qilingan. Bu yerda postoyan suv, gaz yaxshi. Egasiga shuni telefon qilsangiz, arzonroq qilib beradi. Zarli uchun. Bu taraf ham ochiqmi? Bu tarafni ham ko'rsatib o'tamiz. Endi bu tarafga yo bismillah deb taraf va kiramiz shurganda. Yoqdan kiraverishi. Mana yoqda ham katta zal bor ekan. Ishtaxon osmonasi ko'p ekan. Aytib 12 sotiqli. Tarafa mana polna teplana qilingan. Zarlik uchun yana bir marta reklama qilyapmiz. Telefon qiling. Barder bo'lsa, egasiga gaplashib olasiz. Bunaqa variantlar bo'lsa, domingiz bo'lsa yo nimadir bo'lsa, kelishib olaverasiz.
Boya variantlar bor, kelish boya domga aniq. Egasidan aytib o'tdik, kelish. Bu yoq ochiqmi? Qulf ha, bu. Bu yer katta xonasi bor, nima edi? Oshxonasi. Bu nima? Ha, yana mehmonxona bor, ha. Bu yopiq qulf ekan. Oldingi safar tushirganmiz bu yoqda. Bu ham yopiq, ha? Shuni bir ochikdi. Nima qo'ygan men? Shu yerdan bir tushirib o'taylik. Bu yoq kухня, ha? Buni oshxonasi edi. Mana gaz plita, hammasi bor. Suv, gaz, kухня bor. Ular qoladi ichida emas. Endi bu tarafga o'tamiz. Bu tarafda mehmonxona beradimi? Hadi şu qulupmi? Oldiklar tushib o'taylik. Juda ham chiroyli. Katta zal ekan mehmonxonasini. Remont bo'lgan. Yog'i yozgi oshxona. Bitta yozgi oshxona. Chorvoq sezim bo'ladi. Bu yoqda bu tarafni ochib o'tamiz. Mana bu yozgi oshxona, bu yoqda ham gaz plitasi bor. Hamma sharoit bor. Chorvoq sezim bo'ladi. Tovuq, mol, qo'y hammasini boqsangiz bo'ladi. Bu tarafdan alohida muncha qilingan. Bu taraf banya. Bu taraf ham banya mana. Pechkalar qo'yilgan. Parxonasi ham borga o'xshaydi. Hammasi ishlaydi mana. Parxonasi ham bor ekan. Gap bo'lishini bilaman, sharoit qilingan. Hamma sharoit qilingan. Atido qilib, prosta ketib turib yashasangiz bo'ldi. Bu yoq hojatxona. Ha, bu hojatxona. Bu yoqmi? Ha, kladovka bu yoq. Короче, kladovka mana bu. Chorva uchun. Oxirlar ham qilingan ekan. Novas boqsiz bor ekan, novas qo'y boqsiz bo'ladi. Oxirlar qilingan. Biz qo'y boqsiz ham konkret bo'ladi. Bu tarafda molxona. Bu taraf molxona. Bu tarafga qo'ymi, molmi bog'lasangiz bo'ladi. Boqsiz. Bunda sharoit bor ekan, gap yo'q. To'q boqasizmi? Ya pastda podvol ham bor ekan. Oho, pastda podvol ham bor ekan. Baland ekan. Bemalol ichida yurasizda, baland. Endi bu taraf tandirxona, o'choq. Yoqda mana gaz kelgan. Gaz turbalari bor. Gap yo'q. Ekranga gaz nomerini chiqaraman. Shu nomerga Telegramdan yozsangiz ham bo'ladi. Narxni kelishasiz. Agar do'mingiz bo'lsa, yana nimadir variant anaqa bo'lsa, u tomonlarni ham gaplashaverasiz egasi bilan. Bir aylantirib tushiraylik. Mevali daraxtlar bor. Hovlida mana kran bor, suv chiqadi. Suv, gaz hammasi bor. Nomeringizni aytib yuboring. Ha. 99lik 455 1159 ga chiqasizlar. Arzonroq qilib beradi. Xohlasangiz kelib turib, qahramon mahallasi kelib turib, narxdan surishtirsangiz ham bunaqa narxga yo'q. Eng arzon mana shu bo'ladi. Oldingi narxdan ham tushib kamaytirib qilib beradi. Mana bu taraflar. Teva qismi hali yangi shifrlar yangi bo'lib turibdi. Mana navis qilingan chiroyli. Uzunlari bor, hammasi bor. Shu rahmat hammaga, kanalga obuna bo'lamiz, like'larni bosib, kommentar yozamiz. Kim uy sotmoqchi bo'lsa, telefon nomerimiz 94 488 38 48 telefon qilsangiz, chiroyli qilib reklama qilib beramiz.